Hamidulloh ukamiz 17 yoshda Luigi mashinasini yasayaptilar. Xudo xolasa mana Qarshida turibmiz. Hozirlik ko'rsatamiz. Haqiqatan ham yoribsiz ukam. Kelinglar endi muxlislik ko'rsatamiz. Reverem shu oilasida Luigi jigarlar, Luigi. Axir men bir umr poygalarga qiziqib kelaman. Chaqmoq McQueen. Ha. Men bir bor ovozim bilan baralla aytaman, toki dunyodagi har bir mashina eshitsin. O'zi buni ko'rinishi juda og'ir holatda edi. Hech kun davomida yasadingiz? O'sha ya'ni o'rtada ozgina to'xtab qolishi bo'ldi. Keyin ozgina o'sha mablag' to'plagandan keyin qoldi hammasi. Necha pul sarfladingiz? 4 millionga yaqin keyin. Qiynalib qolmadingizmi? Ya. Degan mehnatingizga rozimisiz? Aktiv olib keldimi Reverem shu sizga? Shizor aktiv olib keldim. Umuman kam ko'rardi. Hozir ancha ko'payib qoldi. Ko'chada ko'rganim, ana aka diling akani anaqalarga qo'yibdilar deb fonli video. Obunachingiz nechta edi boshlaganingizda? 53 ta edi. Hozir nechta? Hozir 2,5 mingtadan oshib. Ahvatingiz-chi, ahvatingiz? 2,5 million. 2,5 million. Jigarlar 2 mingta obunachiga 2,5 millionda bu nerealniy natija. Uncha blogerlarda ham yo'q. Bu omad tilimiz. Luigi yoqqan bo'lsa, podдержка qilib olinglar. 17 yoshda shunaqa harakat qilib, motivatsiya qilib yasadi. Sizlarning laykinglar ukalarimizga har doimgidek motivatsiya beradi. Odam harakat qilsa, ilojini topadi. Mana ukamizga qaranglar, Redmi telefonida xira bo'lsa ham postlariga videoni qo'yib, lekin shunaqa bo'lishiga qaramay sizlar ukamizni qo'llab-quvvatlaydilar. Davay, yana bitta podдержка qilib olinglar. Bir 200 ming, 300 mingta layk qo'yinglar. Ukam bor, xudo xolasa mashhur bo'lib, xursandchilik qilib, xudo xolasa buni orqasidan daromad qilsa, biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa ertaga hamma mashinani bitta joyga to'plab, hammasini birga obzor qilamiz va eng zo'rini va eng yaxshisini sizlar aniqlab berasiz. Sizga savol, agar 500 million yutib olsangiz, nimaga sarflaysiz? Birinchi navbat. Onamdan keyin hajga jo'nataman. Keyin sog'lig'ini tuzatamiz. Joningiz sog' bo'lsin. O'zi ukamizni sartaroshlik bilan tug'unalar keldi, lekin ular o'zini kasbi bo'lmasa ham yaqinlarni chaqirib, umrasa qilib, xullas, mana shu narsani yasabdilar. Baraka topsin deymiz. Tilagan o'sha gap jigarlar, harakatdan to'xtamanglar. Harakat qilsanglar hammasi bo'ladi. Reverem showda ko'rishguncha